Azizlar, aeroport Sheremetida turibman. Xudo xolasa bu videoga bittadan like bosib qo'yinglar aka, besplatniy mutlaq. Chiroyli qilib sizlarga nima qiladi? Aeroport Sheremetida vash o'ta go'zal. Hech kim yo'q. Xullas, men eng sevimli aeroportim Sheremetida. Nimaga? Vash zo'r. Xohlagan joyingizda, xohlagan ishingizni qilib ketsangiz bo'ladi. Besplatniy tarozilarni ham sizlarga video davomida ko'rsatib boraman. Video like bosib, qadilsak qo'yinglar. Aynan aeroport Sheremetida juda ham katta, ya'ni tekshiruv kuchli degan insonlar uchun. Aeroport Sheremetida ana tinchgina tog'lar yo'q. Bemalol kelaverasizlar. Mana shu yerdan registratsiya o'tasizlar. 124 146 bu ajdaniya zal. Ko'rib turibsiz, 40 minut qolganda registratsiyalaring yopiladi, 20 minut qolganda pasatka boshlandi, 10 kilogramm rushnoyklarda mana bunday idishlarda ko'rsatib qo'yibdi. Juda ham zo'r. Rushnoyklarda eng zo'ri Aeroflot. Shunaqa gaplar, tog'lar yo'q, hammasi chotga kelaverasizlar. Aviakompaniya Centrum 376-378gacha Centrum aviakompaniya Toshkentga bo'lyapti, Sheremetda Toshkent. Mana besplatniy tarozazlar, kelib yuklang, bemalol eshiklar qanaqa to'g'irlab, keyin registratsiyaga borsalaring bo'ladi. Aeroport Sheremetida terminal C. Odamlar sekin-sekin chiqyapti, unaqa tez emas, sekin-sekin chiqyapti aeroport Sheremetida. Samolyot qaranglar, samolyotda nima deyapti? To'g'risi, men Mausda birinchi marta uchyapman, mana. Boshqa klassni ekan, mana.